Assalomu alaykum. Kanalimizni kuzatib o'tirgan do'stlar, bugun ko'chmas mulkimiz Xudo xolasa Kamushkamburtning yonida, ya'ni Institutga yaqin, hamma yeri qulay yerda, Doritalam yaqinida joylashgan 3 xonali kvartiramiz 3-qavatda. Shu joyimizni sizlarga donishtirib, ko'rsatib o'tamiz. Shu domimizda aziz do'stlar, yo'lning bo'yinda. Kanalimiz hurmatli obunachilar, bundan kelsangizlar, Dorital Institut hamma yeri yaqin. Hamma biladi polimiz belgilani. Kamushkamburt hamma yeri qulay. Qancha joyimiz tushiramiz endi. Taşa domumuz elde. Yurtlarımız yine domumuz. Parkopçalarımız hamma narsamiz bor ekan. Disk ko'rsatchalarimiz ham bor ekan do'stlar. Aziz do'stlar, kvartiramizni ko'rinish qismini ko'rsataman hozir. Kirgandan eshik bo'ladi. Yo'lning bo'yinda bo'ladi aziz do'stlar. Bu yerimiz ulli bir kirgandan prixoshkamiz katta xiylakan. Aziz do'stlar. Yanımızda span deymiz. Yurtlarımız deymiz, biz span deymiz endi. Diyorlarımız aboy polnemeler. Yanımızda yine bir spalni. Domumuz kirpeşli dom. Sanızel birimiz sanızelimiz. Bir de cihazları bilen dostlar. Yanımız hacatxanamız. Yanımız mehmonxonamiz aziz do'stlar. Yurtlarimiz yine mehmonxonamiz remontdan chiqib turibdi. Hammalar cihazlari, evimizda televizorimiz ham bor ekan. Fotoğraflarımız notochnoy ekan aziz do'stlar. Yerimiz oshxonamiz. Oshxonamizdan zakrytый 6 metrlik balkon o'tamiz ekan. Kanalımız hurmatli obunachilari, Dorital, Urdu hamma yeri qulay yerda joylashgan bir yerimiz. Narx ekranda turadi, bemalol telefonlarni kutamiz.